Eli daryosi ajabkan, ajab go'zal deb o'ylaydim. Endi uning tarayotganligini, bo'lg'inayotganligini bildim. Bizning yerimizda ba'zida o'z egallariga o'rin tepilmaydi. Ona tuprog'imizga har kuni necha yuzlagan, minglagan odamning qini to'kiladi. Acaba Shanxay ko'chalarida lukchaklik qilib yurganlardan Jiang Jishi Junguni so'rganni ozdab, Shinsay kelib Xinjiangga do'ban bo'lib oldi. Ma Jungying, Jiang Peiyuan, Liu Winlong deganlar bizning yerimizga kelib xo'jayinlik talashdi. 3 milliondan jiq Uyg'ur va boshqa millatlarning bor joydan yurt so'raydiganlar badu deb o'ylabmi qo'ymadi. Ey Uyg'ur, sen bir tinch o'tloqda o'tlayotgan qo'y. Sirtdan bo'ri kasimo, eyiq kasimo kelganligi maxluqni o'zingga o'xshash qo'y deb o'ylaysan. Uni yaylaqda o'tlasin, yaylisin deysan. Uning qasdi o't cho'pda emas, senda. U seni ozuq qilmoqchi, o'tliqni yo'qotmoqchi, sen buni bilmaysan. Bechora Xo'janiyaz hoji bo'ri bilan eyiqning oldiniga tushdi. Vahshiy hayvonni qo'y deb o'ylab, ularning o'yisiga kirdi. Biz hozir uni xoin deb tillayotamiz. Qo'shoqlarga qattiq degan. Bizdan chiqqan Nezirxon xo'ja chig'ida elining doti bo'lib oldi. Xo'janiyazda xoin desa, xoin deb tillaydigan bo'lib oldi. Turdaxunbaydan dotaylikni uningga elib berib, Turdaxunbay Sirajiddin baylarni xoin qilib turmaga solganiga bu xo'jam shuncha xushal bo'lindigan-da, ha? Olti buyuk siyosat degani qog'ozda eg'izil aytiladigan gapkan. Bo'lmasa olti buyuk siyosatning biri millatlar barobar bo'lish emasmidi? Qani u barobarlik. Huquq egallari tamoman xanzu. Ularni boqadiganlar biz xalq. Turmalarda o'layotgan, hamma joyda tutilayotganlarni biz xalq. Hamma gunoh taranchida, yer terigan bug'doychida. Boshqa kelgan bu dardlarga amanchida, amanchida. Bu she'rni kim yozibdi? Nasuha Tamollama. U kishini zig'ir paqilib tizilib o'qiydiganlarni o'rindiq ustida o'tirib o'qiydigan qilib qo'yganiga sen jadid deb dara bilan urib ma'lumot qilib yetishdi bizning chala mo'llarimiz.